Ramazon yaqin. Hadeb oddiygina qavatli somsa qilmasdan aynan shu qavatli qatlamadan tayyorlab ko'ring. Hamma ro'zadorlarning duosiga qolasiz. Xamiri uchun sut, suv, razrixitel va tuzni solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Un solib yumshoqqina xamir qorib, tayyor xamirni to'rtta zuvolaga bo'lib 20 daqiqaga tindirishga olib qo'yamiz. Nachinkasi uchun qiyma, yog'siz va piyozni mayda qilib to'g'raymiz. Tuz va ziravorlarni xohishga ko'ra solib yaxshilab aralashtirib olamiz. Tindirilgan xamirlarni birin-ketin yoyamiz va orasiga eritilgan sariyog'ni surib chiqamiz. Yoyilgan xamirlarni ustiga eritilgan sariyog' suramiz va ustidan to'rga bo'lingan nachinkani yupqa qilib qo'yib chiqamiz. Har xamirning ustiga sariyog' nachinka qilib terib chiqamiz. Xamirni oxirisini qo'ygandan keyin qo'lda tortib qo'yamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib konvert qilib o'rab chiqamiz. Xamirni buklayotganda oralariga eritilgan sariyog'ni ham yana yupqa qilib surib chiqamiz. Orasidagi havolarini yaxshilab chiqarib tashab, turburcha shakl berib chiqamiz. Listga pergament qog'ozni solib, ustiga xamirli nachinkani qo'yamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib bir list qilib qo'lda yoyib chiqamiz. Ustiga tuxum sarig'ini suramiz va 180 gradusda tillarang bo'lib yaxshilab pishguncha pishirib olamiz. Videoga like bosib, yaqinlaringizga yuborib qo'ying. Ishtahangiz ochilsa, Robiyangizningkiga mehmonga keling.